Namanganda 2 nafar 9-sinf o'quvchisi ishtirokida og'ir yo'l transport hodisasi ro'y berdi. Bu hodisa Namangan viloyatining Davlatobod tumanida 2-aprel kuni sodir bo'ldi. Ijaraga olingan Nexia 3 rusumli yengil avtomobilni boshqargan 9-sinf maktab o'quvchisi qarama-qarshi yo'lga chiqib ketib harakatlanib kelayotgan yuk mashinasiga urilgan. Natijada avtomobil haydovchisi va uning yo'lovchisi bo'lgan o'quvchilar og'ir jarohat olib shifoxonaga olib borilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bu avtomobil 11-sinf o'quvchisi tomonidan 9-sinf o'quvchilariga 220 ming so'm evaziga ijaraga berilgan. Bu holat afsuski avtotransport vositalarining nazoratsiz va mas'uliyatsiz ravishda ijaraga berilayotganligini anglatadi. Aynan shunday holat 1 yil oldin ham qayd etilgan edi. 5 nafar voyaga yetmagan o'quvchilar Gentra rusumli avtomobilni ijaraga olib, boshqaruv paytida nazoratni yo'qotib qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketishgan va yuk mashinasi bilan to'qnashgan. Voqea joyida haydovchi o'smir vafot etgan. Kuni kecha Toshkent shahrida ham 21 yoshli haydovchi Malibu rusumli avtotransport vositasini 800 ming evaziga ijaraga olib, harakatlanish paytida yo'l patrul xizmati xodimini urib yuborgan. Haydovchilik guvohnomasi yo'qligiga qaramay, eng muhimi voyaga yetmagan shaxslarga xavfsizlik qoidalariga befarq ravishda pul uchun avtomobilni ijaraga berib yuborayotgan shaxslar va maxsus tashkilotlarni ogohlikka chaqiramiz. Bu kabi mas'uliyatsizlik ko'plab yoshlarning umriga zomin bo'lishini